Ukam, chorsiga tashab qo'ying. Mayli, chiqing. Shoshmay turing aka. Ustuvochingiz ham dabdala ekan, orqaga chiqib ola qoling. Bo'ldi, xo'p. Ha, do'da. Hamma yog'ingiz dabdala bo'lib ketibdi-yu. Tirikchilikdanmi deyman? Ayo, ukam, 60 ga kirgan bo'lsa ham, sinfdoshlar bilan hozirgacha oqibat qilib turamiz. Bitta o'rtog'imiz uchastka quryapti. O'zimizcha hasharga bordi-da, ustim sal chang bo'libdi. Mashinangizni kirib qo'ygan bo'lsam, men bor uzr-a? Chiqishga chiqib bo'ldingiz-ku. Tumoyka qildirib olaman deb mashinani. Ukam, men chaproqda to'xtatib yuboring. Ye, ana adam keldilar, sumkani ber. Yo'q. Hadi, har safar xijolat qilasiz-da. Bo'ladi, hozir. Ye, oka. Ko'rmaysizmi odamlarni? Har safar xijolat bo'lmaydi deb bizani aytmasdan o'zlari taksida yetib kelib oladilar. Okajon, Ramazon muborak. Mana buni olib qo'ying. Mendan men roziman. Bu juda ko'p-ku. Rahmat sizga. Ketdingmi? O'g'lim, sen borib tur. Xo'p. Ko'rinishdan yomon insonga o'xshamaysiz, lekin shu narsani unutmang. Kibr insonning oxiridir. Omon bo'ling. Yerzilsa yerdan tavoning, kibrlanib ketsa zaboning, alhamdulillah unutgan oning, qabristonga bir bor borib ko'r.